Kimlar saratonni xavfli yuqori guruhiga kiradi? Xavf yuqori guruhiga. Qaysi davrdagi erkak kishi, ayol kishi yoki yoshlik davri, ishxonasi? Xavf yuqori. Bu har tomonlamada, yoshi jihatdan, ishxonasi jihatdan yoki qanaqadir qo'shimcha tanadagi fiziologik o'zgarishlar jihatdan bittasini bildik. Sut bezi saratoniga chalinadi, qaysi 45, 50, 60 yoshdagi atrofida ayollar. Bu payt o'ta xavf yuqori. Ayollar yana ham o'z ustida chuqurroq, e'tiborliroq bo'lishi kerak shu davrda. Undan tashqari, masalan, ish joyi bilan bog'laydigan bo'lsak, xavf guruhiga, masalan, ya'ni malyar ishlar bilan shug'ullanadi-ku, kraska, mashina yo uy, bo'yoqchilik bilan. Ya'ni ximikatlar bilan. Ularda eng ko'p uchraydi, masalan, qovoq o'smasi yo buyrak o'smasi. Qovoq o'smasi, buyrak. Siydik ayrilish o'smasi. Siydik ayrilish sistema o'smalari, chunki o'sha bo'yoq tarkibidagi kanserogenlar nafas yo'li orqali kirib, shu buyrakda, qovoqda cho'kma hosil qiladi. Bu teri orqali kirsa ham, nafas yo'li orqali kirsa ham yoki oshqozonga tushib ketib qolsa ham, u tanadan ajratib chiqaruvchi narsa siydik ayrilish tizimi bo'lgani uchun eng ko'p uchraydi mana buyrak bilan qovoq o'smalarida ko'p uchraydi. Ya'ni o'sha kanserogen, ya'ni onkologik kasallik chaqiruvchi o'sha tarkibida moddalar bor bo'yoqlarda. O'shaning uchun mana bu kam emas, bir kun, ikki kun emas, uzoq muddat mana shu ish bilan shug'ullanadiganlar bor. 5-10 yillab. 5-10 yillab o'sha og'rish, bo'yoq ishlar bilan shug'ullanadigan fuqarolarda o'sha narsa keyinchalik o'sha kasallik keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni xavf guruhiga kiradi. Bu naborat hozir men oshqozonni gapirsak kerak deb o'ylaganman shuncha. Oshqozonni gastrit yazvalar chaqiradi. Oshqozonda mana eng yomon tomoni mana vrach nazoratisiz ko'p nima og'riq bor bemorlarda doimiy ravishda, misol qiladigan bo'lsak, doimiy ravishda amez ichib yuradi bemorlarda. Bu keyinchalik o'zi kislota ishlab chiqarishni kamaytiradi, atrofik gastrit bo'ladi yoki kislota kam bo'lgandan keyin o'tda muhit o'zgaradi. O'shaning natijasida keyinchalik bemorda onkologik rivojlanishi mumkin. Masalan, ichishdan yaqinda bir shifokorimiz aytib chiqdi, agar uxlashdan oldin amez ichib yoting dedi. Endi u amez ko'rsatma bo'lsagina ichiladi-da. Hammaga standart ichilmaydi. Hammaga standart ichilmaydi. Nima uchun iching deb aytdi? Yo'q, biz anaqa oshqozon yengil bo'ladi, amez ichib yotsangiz deb tushuntirdi. Undan ko'ra kamroq yeb yot desa bo'lmaydimi? Bu narsa ham masalan yillar davomida surunkali dorilarni qabul qilish ham har xil oshqozonchilik sistema kasalliklariga aynan siz aytgandek u uni ishlash faoliyatiga ta'sir qiladigan bo'lsa. Amez bilamizki, bu xlorid kislota, solyanik kislota ruschasiga xlorid kislotani ishlab chiqarishni to'xtatadigan narsa. Chunki u yerda muhit bor, har xil bakteriyalar bo'ladi, o'sha narsalarni o'zi normal fiziologik holatda bo'lishi kerak bo'lgan narsani to'xtatib qo'ygandan keyin har xil yara, gastrit bo'ladi, u bo'ladi. Keyinchalik oshqozonda yaralar yomon, o'sha onkologik kasallikka aylanish xavfi yuqori. Atrofik gastrit bo'lsa bo'ldi, o'zi onkologiya deganda degan. Har xil yaralar, masalan, oddiy, unga bog'liq bo'lmagan holatda yaralar bo'lsa, doimiy bemor davolanib yurishi kerak. Ular ham xavf guruhiga kiradi. Studentlarda eng ko'p masalan ko'piladimi? Ochlik. Uzoq muddat och yurish, tartibsiz ovqatlanish deysiz. Ovqatlanish. Gastrit bo'ladi. Gastrit keyinchalik shu yazvaga aylanish, yazvani keyinchalik o'sha yomon, ya'ni yomon sifatli o'smaga aylanishi. 12 barmoqli chakda yaralar deyarli kamdan kam, endi malignitasiya berish aniqlangan yomon o'smaga aylanishi. Eng ko'p oshqozon yaralari juda xavfli hisoblanadi. Tushunarli. Yana kimlar xavf guruhiga kiradi? Xavf guruhiga chekuvchilar, masalan, oddiy nos, sigaret, uzoq muddatli chekuvchilar xavf guruhiga kiradi. Masalan, shu o'pka saratoni bilan kasallangan bo'limdagi bemorlarda asosiy qismini erkaklar tashkil qiladi. Eng ko'p uchraydigan kasal o'zi erkaklarda o'pka saratoni. Shu bo'limda masalan 30 ta kasal yotadigan bo'lsa, suhbat o'tkazilganda shuni bir 28 ta 27 tasi yo nos yo o'sha sigaret chekish bilan bog'liq, ya'ni nikotin. 30 yildan beri chekadi. Chekadi. Surunkali chekuvchida ular. Kuniga bir pachka, ikki pachkadan chekadi. Endi bu bir xillar aytishi mumkin, men chekaman-ku, hech nima qilmagan-ku deb. Endi bu hammada bo'ladi degani emas. Lekin ehtimoli yuqori degan. Ehtimoli yuqori, o'sha kasallik olib keladi. Mana nos chekuvchilarda til raki juda ko'p. Til raki. Til raki juda ko'p keladi, chunki kislota doimiy ravishda til tagida yuradi, kuydirib tashlaydi. Uni o'sha nimasini normal nimasini yo'qotadi, strukturasini. Normal struktura yo'qoladi. Tarkibida shu oha yoki qanaqadir qo'shimcha moddalar bor. O'sha til tagida yurish natijasida til raki juda ko'p O'zbekistonda. Ayollarda deyarli kamdan kam uchraydi bu kasallik. Nos chekada ayolda bo'lsa kerak-da. Nos chekada, lekin asosiy qismi shu erkaklarda uchraydi. Bu ham o'z-o'zidan
tashqi muhit bilan bog'liq. Keyin har xil zavodlarda ishlaydi. Chunki zavodlarda ham ximikat zavodlar, ularda ham masalan ish soat belgilab qo'yilgan. Endi bizda ish soat belgilangan bilan ko'proq maosh maqsadida Bizda ijtimoiy muhitda u tomonlama himoya yo'q. ijtimoiy himoya yo'q. Shu sababli ximikatlar ta'sirida har xil kasalliklar, shu onkologik kasalliklar rivojlanish xavfi yuqori keyinchalik. Bu misol nima bilan aytsa bo'ladimi? Mana bizda Surxondaryo hududida Tojikistondagi alyumin zavodimiz bor-ku. Albatta, masalan. O'sha alyumin bilan zaharlansa ko'proq qaysiroq yuzaga keladi? Endi bu alyumin metal bo'lganligi uchun endi asosan nima? Bu ham o'z-o'zidan oshqozon-ichak sistemasi bilan ayruv sistemasi. Ikkalasi zararli. Tushgandan keyin chiqish kerak. Yog'ini yo buni baribir zararli-da.